ayrılışni niyet qıp turib Sevinimen yana nimishqa Ayrılışni niyet qıp turib Sevinimen yana nimishqa Kenliknin araçlarıdın İçili duran nimishqa İçili duran nimishqa Ken tılsımat bağça Sen idin sen levleri gunca Hiyalların tümenmin parça Bir günüm bir danemişka Bir günüm bir danemişka Tegişlik kol var Hem üzümge tegişlik gül var Araçlardın kenlikke yol var Yine yalgız hanenimiş kana Yine yalgız hanenimiş kana Albatta ustozlar shundoqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlarimiz 5-qarar Pavidio Ipak yo'li sadosining 3-bosqichi imtihonida o'yin qoidasining zot qandoq bo'lganligi qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Xuddi ko'rmanlarimizga ayon bo'lganidek Abdulla ustoz o'z guruhisiga 4 nafar mayirni tanlab olgan edi. Biz oldi bilan ana shu 4 nafar mayirni sahnaga chiqib, o'zlariga xos holda chek tortish usuli orqali o'zlarining raqobatchisini tanlab olib, mana shu sahnada imtihon berishga taklif etamiz. Ham shuningdan keyin har qaysi guruhdagi mayirlarni o'zaro bir jup bo'lib imtihon berdi. İmtihan neticesini naq maydondagi ustozlarimiz belgilaydi. Har qaysi guruhdagi mayirlar o'zaro imtihon berish, ya'ni raqobatlash jarayonida agarda ustozlar xolisa, shunday bir fursat berimizki, shu guruhdagi 2 nafar mayirni bir qatim tang tanlab olib qolsa bo'ladi va yoki shu qatimda biroqla shalli vasimi tamoman bo'ladi. Ammo bu qatimki fursat har bir guruhga faqat bir qatim berildi. Shunlashqa ustozlarning o'ylashib, mana shu fursatni qadrlashini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qanundaqda Abdulla Abdurim apandimning Pavidio guruhisidagi 4 nafar mayirimizni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Albatta Pavidio guruhisidagi mayirlarimizni biz intayin omadlik mayirlar deymiz. Ya'ni sahnaga qaytib kelish nisb bo'lgan mayirlarimiz bugun tayyorlanqandaq bo'ldi ekan. Har biringlar o'zinglarningki tava guruhinglarni bir tatib baqsanglar ko'rib baqayli. Yipek yolu sadası, süygünün yok cinası, kışla vazla seynası, yipek yolu sadası. Xo'sh, qanundaqda birlikda ko'rib baqayli. Yashin guruhisi. Taşkın guruhisi. Yangi Nur guruhisi. İzleş guruhisi. Hammalarning raqobatlashilgan guruhlar ko'ngillarga ayon bo'ldi, shundaymi?
Undaqda mushu gruppalar ichidan qaysi mayirlar bilan beyga yetishsizlarkin birlikda ko'rib baqaylik. Marhamat. Oldi bilan Yashin gruppasini ko'rib baqaylik. Yashin gruppasidagi mahir Qaysar Komil bilan musobaqaga tushdikan muborak bo'lsin. Qashqan gruppasidagi mahir Elzat Husan bilan musobaqaga tushish oldida turibdi. Omad quling. Hozir navbatda bizning bu mahirimiz bo'lsa, Mehmetjon Mijit bilan musobaqaga tushdikan muborak bo'lsin. İzleş grupsini bir ko'rib baqaylik, jiddiy shotamsiz. Fazilat Yasin bilan musobaqaga tushdikansiz, tayyorligingiz quti bo'lishini umid qilamiz. Sizga omad tilaymiz. Muborak bo'lsin. Undaqda bizdan video gruppasidan har qaysi gruppadagi mayirlar bilan musobaqaga tushish oldida turgan mayirlarimizga omad tilaymiz. Qutlug' bo'linglar. İzlesh gruppasining yetakchi ustozi Ayshugul Muhammad xonim. Navbatda sizning naq maydonda imtihon beradigan mayirlaringizning ahvoli program gruppasining o'rinlashtirishi bo'yicha tuvandikidek bo'ldi. Daniyar Abduali bilan To'xtiyar Baxtiyor bir guruh bo'lib imtihon berdi. Ehson Abdukerim bilan Mehmetjon Ahad bir guruh bo'lib imtihon berdi. İlyas Baxtiyor bilan Abduali O'pir bir guruh bo'lib imtihon berdi. Fazilat Yasin bilan Adila Ablimit bir guruh bo'lib imtihon berdi. Hozir Paririyo gruppasidagi Guljamal bilan mening gruppamdagi Fazilat musobaqalashmoqchi. Boshda kim taklif qilamiz ma'lum? Başta Fazilat Yasinni taklif qilaylik. Şinjan Alqanat xabarlashi mayirlarga omad tilaydi.
我叫古丽佳玛丽。Yaxshimsizlar ko'pchilik, men Guljamal Pattar bo'laman. Men bu qatimqi 5-chi qaror Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashib, nurg'unlagan amaliy yaxshi tajribalarga ega bo'ldim. Bu qatimqi bosqichda mayli men tanlanay yoki chalinib qolay, men buningdan texmo tirishib, o'zimningki kasbiy jihatdagi iqtidorimni texmo joriy qildirib, o'zimningki mush naqsh aytish jihatdagi bilimlarimni texmo mo'llashtirishga tirishaman. Mush musobaqaga qatnashgan boshqa saboqdoshlarimning texmo yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga chin yurakimdan tilakdoshman. Şinjan Alqanot xabarlashi mayirlarga omad tilaydi.
Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar. Ushbu damlarda mening yonimda turayotgani bo'lsa, video gruppasi, shundaqla izlash gruppasidan kelgan mayirlarimizdan Guljamal bilan Fazilat. Aygul ustoz, qani so'zingizni anglaylik. Mening tavsiyam Fazilat. Xursand bo'ldik, rahmat. Rahmat ustoz, rahmat. Undaqda hurmatli Abdulat muallim. Mening tavsiyalarim yana Fazilat. Fazilat. Undaqda O'lan efendim, sizning bugungi tavsiyangiz? Meningmi oxirda tavsiyam Fazilat. Rahmat ustozlar, rahmat. Xursand bo'ldik demak. Bugun Fazilatga nisbatan mayillik sal ko'proq bo'lyapti-da. Omadlik bo'ling. Undaqda Shinjon efendim, sizning so'zingizni bir anglab boqayli. Mening tavsiyam yana Guljamal. Oxirda biz yana davomliq o'sha izlash guruhisidagi orzu yetakchilari shundaqla tanlashga mas'ul ustozlarniki yurak so'zlarini anglab boqayli. Rahmat, shu saboqdishimizni aytib bir-biridan chiroyli naqshni o'rinlab qo'ydi hamda boshlanishlar bu Guljamalning bizning izlash guruhisining o'quvchisi. Başlamalıkı Abdullah Ustaz'ın Paridio grubu ketken bozum yana bu birinci naqsh başlanışı bizim grubununla peki bu sabıqsıdek bir keyfiyat bədəndi. Bu işkilisi grubu biliş keçkimi bir-birini Gülcemal sel ciddileşkenlik olup Fazilat'dan birle çıqqanlıqını görüp sel ciddileştirme öz biliş keçken. Hem de Gülcemal Müsairat Mektepte malının kolda ders algan bu kesbi naqshçı. Hem de bunun qaraganda Fazilat sel pişqaraqken de hazır birinci qitim bizim sahneye çıkıp bakkan burun sel surba ciddiliş ba. Mening tavsiyalarim ustozga Fazilat. Xo'sh, undaqda eng oxirgi qarorni keskinlik bilan chiqarib berishga izlash guruhininki bosh yetakchi ustozi Ayshugul muallimni taklif etamiz. Ayshugul ada. Siz bek tirishdingiz, Guljamal. Fazilatniki sahnada uzun turganlikdan iborat bir mo'l pishqan bir jarayoni bor. Shuningga meniki keyingi musobaqalarning bosqichlarini ko'z tutgan asosda oxirgi qarorim meniki keyingi musobaqaning keyingi ahvolini nazar tutgan asosda oxirgi qarorim yenilam Fazilat yosin. Muborak bo'lsin. Fazilatdan keyingi bosqichga qadam olganligini qizg'anib Tarixingiz qilib bo'ldi. Sizning ikkingiz yurak so'zingizni anglab, siz bilan chiroyli xo'shlashaylik. Men shu sahna orqali birinchilab Ayshugul muallimga chin yuragimdan rahmatimni bildiraman. Natija muhim emas, jarayon eng go'zal deb, shu jarayonda, musobaqa qatnashish jarayonida o'zim yaxshi bo'lgan tajribani to'pladim. Ham shunda mushtaq cho'ng sahnalarga chiqish fursatiga ega bo'ldim. Sizga omad tilaymiz. Texnik yaxshi fursatlarni ko'rishaylik. Rahmat, amon bo'lg'aysiz. Sorular grupisini o'rlashtirish bilan boshda Daniyar bilan To'xtiyar ikkisi bir guruh bo'ldi. Boshda Daniyar chiqqandi, To'xtiyar chiqsinmi? Hozirimda qarsam Daniyar mikrofonni qo'liga olib bo'ldi. Endi Daniyardan boshlaylik. 电视机前的各位观众朋友，大家好，我叫达尼尔·阿布多维利。Ekran oldidagi barliq tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Men Ayshugul Muhammad ustoz izlash guruhidan Daniyar Abduvali bo'laman. Men bu bosqichdan keyin mayli tavlanay yoki shalinib ketay, o'zimni cho'qimi mukammal va tavlashga tirishaman. Ko'pchilikning davomli meni qo'llab berishini chin qalbimdan umid qilaman. Shundaqla bizning guruhdagi va boshqa guruhdagi boshqa mayirlarga omad va utuq tilayman. Shinjong Alqanot xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Otni savla yürekke suni sepse bulmanda ot ketken
sayrashqa gulzor g'animat inson uchun hayotda husyar g'animat tabassumga jamlangan ko'ngil sevgisi görüşkende şirin söz izhar ganimet tebessümga cemlengen köngül sevgisi görüşkende şirin söz izhar ganimet İş amalli sağlamlık zor bəxir baylık yaman güzdün sağlaşqa dost yar ganimet iş kudretin var ida dostlarını kollar uzun yoldasına algan tulkar ganimet iş kudretin var ida dostlarını kollar uzun yoldasına algan tulkar ganimet tenha yaşaş yalğızlık ademge azap el cemaat kişide hatar ganimet hükmet ezet adalet duvar zimiz yaratan bahar ganimet hükmet ezet adalet doğar zimizkan dostlar mikri yaratan bahar ganimet sürgün hayat muhabbet dostluk teysini ömürlük dost vafadar nigar ganimet kim bildi ketimiz haysimiz kaldı didar ganimet kim bildi ketimiz haysimiz baldır yoklap turgin dostani didar ganimet yoklap turgin dostani Xo'sh, bu ishkina farmoyirimizning imtihonimi oxirlashdi. Atsentlar qandaqroq baho berdi ekan? Endi kasbiy nuqtadan kasbiy tavsiyalarni anglaydigan paytlarimiz yetib keldi. Mavlon muallim. Men Daniyarni tavsiya qilay. Albatta fursat bo'ldi. Buldu, nasa biz yana davomlashtirib beraylik, Ablat muallim.
Hem de ahırda Ayşegül Muallim gruppasiga yana tavsiyarim Daniyar. Daniyar. Buldu ondaqda Aygül muallimning so'zini anglab baqayli. Sizning Mening tavsiyangiz? tavsiyarim Daniyar. Rahmat, xursand bo'ldik. Ondaqda eng oxirgi tavsiyalarni anglashdan ilgari Shinjanxo apandimning tavsiyasini anglab baqayli. Tavsiyam Daniyar. Rahmat. İnşallah şu觉得 Daniyar 表现得更出色一些。Buldu onda olsa Ayşegül muallimninki arzu yetakchisi dostum Kamilninki tavsiyasini bir anglab baqayli. İki dostumuz kaldı bilen rahmet eytimiz. Bir-birden çaylık nakşılarını bizden huzurumuzda sundu. En mühimi bu tohtiyarda özgürlük nayet zor oldu demiş. Bizden grupa kiliştin ilgiriki avallan hazır kıymış Didar Ganimet degen nakşın etkıç boğan jarayanda avaz işiltiş özgürüş nakş etişti nayet paydasını közlep oyuldu mende. Ve üzemmiş ikinci kara yipek olup katlaşkan bu nakşın eytkanmış senede. Üzem bir kıl küzem züm turup üzem eytatkandak bir hissiyat. Şu vaxtda ciddileşken mi? Ciddileşken. Hazırça. Hazır hem sen ciddileş yok tekrar. Demek ciddiçilik hamam bop durdu şuna ama bu belki kesip tutkan bir pozisiya buluşu mümkün. Hoş. Daniyar kesik Daniyar benim hizmetçim. Bu pişkan bir nakşçı. Ming pişkan nakşçı deydikimiz lekin muşu boks sahnasiga o'xshaydigan mush sahnaning suri xili-xilidan tantirdi ekan. Biz bu sahnaga chiqqanda tantirmayman deb chiqib turib putimiz titrga avvalo ba unutib qolmaymiz. Bunisiga bu bosqichimizning ismi imtihon. Imtihon deganning suri bo'ladi. Aslida odamni jiddichilik soladigan bir ish. Shunday ekan. Shunga ustozlarning fikriga men qo'shildim. Bugungi mush hozirgi avvalga nisbatan aytganda men ustozga tavsiyarim Daniyarning tavsiyasi. Xo'sh, undaqda arzu yetakchisi Kamil Jilla apandimninki ustozga bergan tavsiyasi, ustozning eng oxirgi qarorida o'zgarish yasamdigandi va yoki fikr o'rtoqligi bormidi? Qani, undaqda birlikda anglab baqayli. Oldi bilan ishkanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu yerda faqat sahnadan jiqroq foydalangan bir tajriba ustulikni egallatdi. Abay mana Kamilmo dedi, endi Daniyar muqam ansamblda ishlayotdi. Muqam ansamblda ajoyib naqshchilar va shu naqshchilar bilan tang tumusam maballaga muqam ansamblda bundaq ishlash, bundaq sharoit ilqi bisim ko'pda. Shuningga bugun mana o'zininki sahnadagi turish holatlaridan va ijrodan buniki foydasini ko'rdik. Endi ma To'xtiyorga kelsak, buningda yaxshi ayta olish kerak edi. Sabab shundan iboratki, To'xtiyor mushun bilan bir necha qilib Urumchi keldi. Urumchining havosi yoqmaydi ekan To'xtiyorga. Ülüşkün kadar görüşüp tutuk. Avaz izchil putuk. Kelgandan keyin so'rinlar sal jiqib qoldim ya mehmon qilimizda. Kutib oldiganlar jiqib ketib charchab qolgan avval bormi? Bu yerda chiqadam tonimayman men. Onun üstüne bizning guruhimiz bugun birinchi qitib ilg'an bo'lg'achqa balla akşam kechida yaxshi uxlayolmadim. Hamma avval so'rab turdim. Ba'zilar ayrim ma'lum uxlayolmadimiz dedi. Menmi shu? Men faqat uxlayolmadim. Sizlar bilan o'xshash. Sizlar bu yerda 8 dan bo'lgan bilan men o'zimni 8 ga bo'lib bo'ldim. Mush balla qanday qilayotganda deb g'iminglarni yeb, mushaq omillar bugun ba'zi naqshchi ballalarimizga ta'sirini ko'rsatib qo'ydi. Shunga har ikkilarga rahmat deyman. Bo'ldi, qani undaqda birodarlar, qulinglarni bersanglar. Meningki eng oxirgi qarorim Daniyar Abduvali. Muborak bo'lsin. Daniyarning keyingi bosqichga qadam olganligini qizg'in qutlaymiz. Qani tayyor o'qadashlar kelsin. Bo'ldi To'xtiyor. Ishqi yo'q amaliyotda musobaqa davomlashib, bu bosqichga kelgan chog'da sizlarda ideya jihatdan zo'r tayyorlik bo'lib bo'ldi deyman. Men boshda kelgan vaqtimda bu yerga kelishimni o'ylamagan. Oldi bilan Ayşegül muallimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Bizning guruhdagi moyillarga zo'r qutuqlarni tilayman. Rahmat. Rahmat. Biz texim yaxshi sahnalarda ko'rishimiz, ham shuningga ishonamiz. Omadli bo'ling. Rahmat. Hoca Mehmetcan Ahaychi, ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Mehmetcan Ahad. Men mayli mushu bosqichga qadam qo'yibdiman. Mushu bosqichdan keyingi bosqichlarda mayli tanlanay, mayli shallanay, men to'xtab qolmay tirishiman. Yangilik naqshlarni ijod qilib turman. Shu munosabat bilan izlash guruhidagi boshqa do'stlarimga omad tilayman. Omad sizlarga yor bo'lsin. Qop-qora qo'y ko'zligi
qaydın tapalayman seni sorsam üstünü ay deb jakalayman seni sorsam üstünü ay deb jakalayman seni Kapkara koy gözlüğüm kaygı bıkandı bu beşim Kapkara koy gözlüğüm kaygı bıkandı bu beşim Kancı yağmur Toxtaydı meydu göz işi Kancı yağmur toxtaydı meydu göz işi Kapkara koy gözlüğüm saçını kırsam çok kara Kapkara koy gözlüğüm kaşını kırsam çok kara Aydı yılda gelmesem bulmam dubarın yara Aydı yılda gelmesem bulmam dubarın yara Bulmam dubarın yara Yürgüm kuşal tepti Meyyani sevin ganda Meyyani sevin ganda Çirişarmez işkimiz Gül çiçek içilganda Çirişarmez işkimiz Gül çiçek içilganda
gül bağını yaratkan yarım çıktı aldım alemni yurtkan yarım çıktı aldım alemni yurtkan Deste deste gül tizdim yarımga meyyağa tutamen Deste deste gül tizdim yarımga meyyağa tutamen meyyağa sınamende Hikmet Ayşegül muallim. Öz grupingizdagi 2 nafar o'quvchingiz Ehson bilan Mehmetjon yuqorida imtihonni berib bo'ldi. Biz yana davomliq ustozlarning sizga beradigan chiroyli fikrlarini anglab boqaylik. Qani undaqda Ablat ustoz tavsiyalarim Ehson. Ehson. Rahmat, xursand bo'ldik. Undaqda Aygulda Ayşegül muallimga tavsiyalarim İhsan. Xursand bo'ldik. Undaqda Mavlaka. Agar chuqur birini tavsiya qildisa, mening tavsiyalarim Ehson. Rahmat. Şinjan Efendim, sizin tavsiyelerinizi anlap bakaylı. Ehson和这个麦麦江两个人唱的都很好，可以说难分上下，难分伯仲。但是我觉得这个麦麦江的这个感情表达更加到位一些。ahirgi tavsiyem yana Mehmetcan. Şinjan Efendim Mehmetcan'ı tavsiye kılıyor. Undaqda biz Arzu yetakçisi Kamil Efendim'nin bugünkü tavsiyesini bir anlap bakaylı. Aldı bilan rahmet iki dostumuzga. Bu iki sabaqdaşning yosh farqi xil farq qiladi hozir ikkisi. Mehmetcanmi halqi yüzük san'at maktabini bitamigan turib pishqan naqshchiga aylanib bo'lgan bola ekan bu hamda. İhsan hamda 3-yillik o'quvchi san'at maktabiniki. Hamda bu 3-yillik o'qiyotgan bolada tajriba mo'l bir kayfiyat chiqib turliqda hozir mesela ovoz ishlatish, ovoz qiyish, qat'iylar yo'qli bir holatda. Ustoz tavsiyalarim Ehson. Oldu. Undaqda eng oxirida izlash gruppasining yetakchi ustozi Ayşegül Muhammed xonim bevos qaror chiqaramdiganda yoki azroq yurak so'zi bormidi? Yurak so'zimni davolay. Fursatim qo'yilib, har ikkilarga ko'pdan ko'p rahmat. Mehmetjon o'zini o'zi mundaq yetildirgan bir naqshchi. Masalan, anglab, uning naqsini, buning naqsini anglab, o'zi shunday bir yo'l tip, o'zi bir fanfa ijod qilibdi. Mana hozirgi naqshlarda mo'l hissiyot bor. Chunki Mehmetjon ish cho'ng, beshidan o'tgan ishlar ko'p. Şununla naqshga cho'kish ko'proq. Ehson o'ziniki hamda yeshiga nisbatan naqshlarni badiiy bir taraf qilishdimi, yeshidan olqib ketgan deb baho beraman. Mening eng oxir tanlashim Ehson. Muborak bo'lsin. Ehsonni qizg'on qutlaymiz. Ehsonning navbatdagi bosqichda ifodasini yaxshi bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Mehmetjon, eng oxir deydigan so'z bormi yoki? Suyimli ustozimiz Ayşegül muallimga ko'p rahmatini bildiraman. Rahmat muallim, jafo chekdingiz.
Tanınız selamet, işleriniz oğuşluk olsun. Xursand bo'ldik Ayşegül muallim sizning gaplaringizni tushunib o'rnib turib ketdi. Sizlarning ustoz shogirdlik, mehr muhabbatinglarning menga uzilmasligini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Shundaqda rahmat. Alam Adile bilan Fazilat chiqsin. Avval qaysi saray? Adila ablamit chiqsin. 大家好，我是阿迪拉阿布里米提。Yaxshimsizlar, men Ayşegül muallim gruppasidan, ya'ni izlash gruppasidan Adila Ablimit. Bu qitimliq bosqichda mayli tanlanib qolay yoki shanlanib ketay, men erishadiganlarimga erishib bo'ldim. O'zimni yaxshi namoyon qilish uchun tirishaman. Şinjan Alqanat xabarlashi Mayirlarga omad tilaydi. Bu yangiroq naqshanlardan dillarimiz suyundi. Qanundaqda bugun sizlarni mushu sahnada yana bir qatim ko'rgan ustozlar sizlarning hozirgi ifodanglarga qanday tavsiyalarni berdi ekan? Ablat ustozning tavsiyasini bir anglab baqayli. Ayşegül muallimga tavsiyarim Fazilat. Fazilat. Albatta bu oxirgi natija emas, biroq tavsiyalardan ham qo'sh bo'lishga arziydi. Qanundaqda Aygul muallim. Mening Ayşegül adamga tavsiyarim Fazilat. Fazilat. Bo'ldi. Allah'ın efendim. Mening tavsiyarim Ayşegül muallim. Ben Fazilatga Ayşegül muallim tavsiyarim. Bu yaxshi tavsiya bo'ldi, xo'sh. Mening tavsiyarim Fazilat. Rahmat, xursand bo'ldik. 陈老师，接下来您的建议是哪位朋友？您觉得我们两位歌手当中哪一位表演的最好？两位唱的歌呢都是红色经典，是，新疆很有名的红色经典歌，特别是这个阿迪拉唱的这一首歌颂毛主席的这首歌呢，可以说我们已经很长时间没有听到了。 但是我觉得他今天唱的非常到位啊，这个唱出了这个60年代那个歌的那个韵味唱出来了，是吗？啊，感情非常到位，感情到位。这个拍子来唱的也非常好，好像又上次听到巴哈古林那个声音一样，啊，二位确实唱的都很好，
而且唱的都是红色经典，对，充满了正能量。阿迪拉呢，我觉得他把那个60年代那个歌那个韵味唱出来了，我还是推荐阿迪拉。谢谢老师。Әмді тазы keskin paytlar yetib kelyapti. Qanundaqda izlash gruppasida Kamil Jalil apandimning bir eg'iz so'zi balkim Ayshugul muallimning eng oxir qarorini o'zgartirib yetib kelishi mumkin va yoki Ayshugul muallim davomli o'z qarorida chang turishi mumkin. Anglab boqayli Kamil apandim. Rahmat ikki saboqdashqa. Mening o'ylig'ini men ustozlikda o'rgangan tajribam bir naqsh aytgan ovozda chuqur birinchi ovozda mesela naqsh boshlangan ovozni chuqur tekkizishga harakat qilish kerak ekanda hamda boshda naqsh boshlangandan ovozni to'g'ri ifodalab minib keyinda ancha-muncha xatolik yuz bersimi uni yeb o'tib ketgan bo'ldi ekan degan bir narsani o'rgandim men hamda shunga bugun ikkili saboqdash nihoyat yaxshi aytdi hamda menga bergan ta'sirda endi pazlat pishqaroq bo'lg'achqimi naqsh boshlangan vaqtida birinchi ovozni ham to'g'ri urib yurkimizga tekkizga yeri bor hamda shunga ustozlik tavsiyalarim pazlat. Buningda eng oxirda Ayshugul muallimniki bu chiroyli kichkina farmoyerdan o'zining suyumlik qiz o'quvchisidan qaysi birini tanlaydi ekan anglab boqayli. Endi mush ikki qizimga men bir oldiroq chiqib o'zimning minnatdorchiligimni bildiray. Adiladan va mushunga o'xshash o'zining kasbi uchun muhim yerlardan kechib, voz kechib, birli yo'lga tushadigan mushlar ruhni cho'qim o'rganmak lozim. Albatta. Bu yana birisi endi kim fazilat adlardan cho'ng. Fazilatmi xuddi shu. Fazilat o'makni tashladi, tark qildi. O'zim mustaqil naqsh yo'liman deb. Ayshugul muallimning jillardan buyon munbarda dars so'zlayotgan simasini mana biz hozir naq maydonda ko'ryapmiz hamda buningda intayin suyunyapmiz. Nima deymiz endi? Birsi gul, birsi g'uncha. Qaysidan kecha yarim. Bugun men keyingi musobaqaga ehtiyojini ko'z tutib va bugungi ifodani ko'z tutib eng oxirgi tanlashim Muallim kiyimni bek yarashtirib kiysiz. Qaysi markadagi kiyimni kiysiz? Men odatda tilkar kiyimlarni kiyman. Bu tilkar kiyimlar ham xonim qizlar shundoq yarashadi deb o'ylayman. Ham bek sutimi bek yaxshi. Mikrofon bilan mukofotlaydi. Fazilat Yasin. Muborak bo'lsin. Ustoz rahmat ustoz. Muborak bo'lsin. Fazilatniki keyingi bosqich qadam olganligini qizg'in tabriklaymiz. Texmo omad bo'ling. Qani marhamat tayyorlikqa g'ashtirsangiz bo'ldi. Yurak so'zim davosam. Xo'sh. Ayshugul muallimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Ben bir muallim gidek muhtaçtım. Muşu Yipak Yolu Sadas programımıza qatnaşıp, Ayshugul muallimdeki yaxshi bir ustazga erishganligim uchun intayin xushal. Haqsiz deganni qo'shib qo'ysangiz o'tga. Haqsiz bir ustozga erishganligimdan. Musobaqa jarayonida tanlanish olmish bo'lib turdi. Ko'nglim yerim qilmayman. Bundan keyingi yo'llarim tax uzun deb o'ylayman. Yeshim kichik emasmi? Shunga mushu ekran oldida Suyumlik apamdan namg'achin ko'nglimda rahmat Adila. Sizdan bundan keyingi kasbiy hayotingizdan texnik nurliq bo'lishiga ishonamiz. Biz izchil aytib kelayotgandek, Yipak Yolu Sadas programmasi hargiz oyoqlashmaydi. U sizlardek mayirlarning qatnashi bilan yana davom etadi. Biz mushu sahnamizda, mushu ustozlar bilan eng chiroyli tabriklarimiz bilan, tabassumlarimiz bilan sizni kutamiz. Yana ko'rishguncha omon bo'ling, bo'lamdi? Rahmat. Rahmat sizga. Ma'lum İlyas bilan Abduli bir grup bo'libdi hozirimda. İlyas baş chiqsinmi, Abdulimi? Başta İlyas chiqsin. 大家好，我是伊利亚斯。Yaxshimsizlar aziz ko'rmanlar, men İlyas Baxtiyor. Saboqdoshlar, birlikda tirishib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tilakdoshlik bildiraman. Şinjan Alqanat xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Akşam yana seni oylab yattım, oylab yattım. Gözümden ketmedin sen birdemleri, birdemleri. Gözümden ketmedin sen
birdemleri oylab şirin hiyallağa yana batın yaşlıqның əzəldillah güzel siri yaşlıqның əzəldillah güzel siri Yürekке tutaşkan ot yaşlık çağda öçemdu dep yıkıpsan mendin sora öçemdu dep yıkıpsan mendin sora bilimen senin ayat şami sulmayanar sana cevap muhabbet özü eslan düşmez çıra muhabbet özü eslan düşmez çıra muhabbet özü eslan düşmez çıra Düşmez çıra. 大家好，我叫阿布杜维利。Köpçük yaxşımısızlar, men ismim Abduvali. Özümniki sahnede muşuna ilip kelgan naqshlarimni yaxshi o'rindab, ustozlarimning razılık erişasam bu mening xushalligim. Oxirida men mushu munosabat bilan yana meni qo'llab kelgan ota-onamga va uydagi barliq tuqqanlarimga, do'stlarimga rahmatimni bildiraman. Şinjan Alqanat xabarlashi Mayırlarga omad tilaydi. Qapqara qo'y ko'zligim qaydin topalayman seni Tursa husning
oy deb jakalayman seni Sursa üstünü oy deb jakalayman seni Kapkara koy küzlüğüm Haygıdı kaldı bu beşim Kapkara koy küzlüğüm Haygıdı kaldı bu beşim Kançı yağmur to'xtadi to'xtay demaydi ko'z yashim qancha yomg'ir to'xtadi to'xtay demaydi ko'z yashim Kapkara koy gözlüğüm Taşını kılsan çok kara Kapkara koy gözlüğüm Saçını kılsan çok kara Aydı yılda gelsen Bulmamdı bağrım yara Aydı yılda gelsen Bulmamdı bağrım yara Bulmamdı bağrım yara Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, hurmatli bağlıqçı ustozlar. Yuqoridagi naqshlarni anglagandan keyin balkim do'stlarimizning ularga bergan ozg'ili baholari bo'lgan bo'lishi mumkin. Navbatda biz yetakchi ustozlarning tavsiyalarini anglab boqaylik. Qani, Aygul muallim. Mening tavsiyalarim İlyas. Rahmat, xursand bo'ldik. Abdul muallim. Men Ayşegül muallimga tavsiyalarim İlyas. Rahmat, xursand bo'ldik. Bu vaqtda Mavlon efendimning tavsiyasini anglab boqaylik. Abdulin tavsiya qilman. 那我们接下来一起来听一下沈老师的推荐是哪一位朋友？آخرki tavsiyem是 İlyas。非常感谢您的推荐。那接下来我们一起来听一下梦想导师的推荐好吗？İlyas Abdullah qargan pishqan naqshchi endi. Oxir qaran yana ma'lum chiqirdi. Men endi Abdullahni tavsiya qilaman. Xursand bo'ldik. Mahirlarning odatdagi ahvoli darsga kelib ketish va yoki pozitsiya bildirish ahvollariga beriladigan qo'shimcha nomerlar bo'ladigan. Undaqda bizning bugungi imtihonimizda shunday ahvollar bormi yo'qmi yoki naq maydon pozitsiyasi qartalam natija chiqarib yetamdiq. Buni yana Ayshugul muallim o'zi belgilaydi. Qani anglab boqaylik. Oldi bilan har ikkalanglarga rahmat deyman. İlyas ikkisini endi nima qilishtirganda mening eng aql tanlashim İlyas. Mübarek olsun. İlyas'ın bizden keyingi bosqichimiz qadam olganligini qizg'in qutlaymiz. Mübarek olsun. Değerli qizg'ashtiroq. Abduvali, birodar, so'zingizni olaylik. Ayshugul muallimga, bizga sundigan ajriga ko'p rahmat. Rahmat muallim. Rahmat Ayshugul muallim. Buni vaqtda yaxshi kunlarga erishaylik. Rahmat sizga. Omon bo'ling.